Barchaga salom va nihoyat 27-iyun kuni biz sevib tomosha qilib kelayotgan Kalmar o'yini 3-sezonining barcha qismlari chiqarildi. Ushbu serial 3 ta sezon ichida eng ta'sirli va odamiylikni yuzaga olib chiqqan sezon bo'ldi va kutilmagan yakun bilan hammani hayron qoldirdi. Yaqin daqiqalar ichida sizlar bilan ushbu 3-sezon qismlarini tahlil qilamiz va savollarimizga javob olamiz. Shunday ekan, kanalga obuna bo'lib videoga bitta like bosib qo'ying, biz esa boshladik. Esingizda bo'lsa, Kalmar o'yini 2-sezon oxirida frontmen Son Gi-Xuni do'stini otib o'ldirgandi, ammo u Gi-Xuni tirik qoldiradi. 3-sezon 1-qism Kalitlar va pichoqlar deb nomlanadi. Nega bunday nomlanganini video davomida bilib olasiz. Ushbu dastlabki qismda bizga Son Gi-Xuni tovutda xonaga qaytarishganini ko'rsatishdi. Bundan tashqari 111-raqamli Shimoliy koreyalik askar qiz Kanno parkda rassom bo'lib ishlagan qizi og'ir kasal bo'lgan 246-raqamli o'yinchi, ya'ni Park Gyo-yonni qutqarib qoldi. Ya'ni uni jiddiy jarohat yetkazmaydigan nuqtasiga o't ochib, uni organlar olinadigan joyga yubordi. Bu orqali uni asrab qolmoqchi bo'ldi. Keyinchalik u morgda barchani o'ldirib, doktorni uni davolashga buyurdi va oxirida o'zini otib o'ldirib, 246-o'yinchini boshliq o'rinbosari bilan kelishgan holda yaxtida olib chiqib ketdi. O'yinlarga keladigan bo'lsak, dastlabki o'yinda ko'k va qizil shariklar joylashtirilgan apparatni ko'rishimiz mumkin. Unda har bir ishtirokchi dastakni burash orqali ko'k va qizil shariklarga ega bo'lishdi va ular ikki jamoaga, ya'ni ovchilar va qochuvchilarga bo'linishdi. Qizillarga pichoq, ko'klarga esa 3 xil kalitlar, 4 burchak, 3 burchak va doira shaklidagi kalitlar berildi. Ular maxfiy eshikni topishlari kerak bo'lardi. Ular dastlab labirintli eshiklarga to'la bo'lgan xonalarga yuborildi va ularga 2 daqiqa berildi. O'yin shartiga ko'ra qizillar bitta bo'lsa ham odamni o'ldirishlari kerak bo'lsa, ko'klar maxfiy xonani topishlari kerak edi. Shu tariqa 2-qism boshlanadi va unga yulduzli tum deb nom beriladi. Natijada hamma qizillar birin-ketin ko'klarni o'ldirishni boshlaydi. 222-raqamli homilador qiz, 149-raqamli kampir va 120-raqamli trans qiz birgalikda bir jamoa bo'lishadi. 222-raqamli Kim Jun He va nihoyat farzandli bo'ladi. Afsuski, trans qiz ularni himoya qilish paytida vafot etadi. Ularni ko'rib qolgan 178-raqamli homilador qizni sobiq jazmani Myungi ko'rmaganga olib eshikni yopib ketadi. Seriya davomida Son Gi-Xun 2-sezon oxirida parod qilgan duxiga o'tirgan dengiz askari 388-raqamli o'yinchidan qasdini oladi va uni o'ldiradi. Seriya davomida 222-raqamli qiz farzandini dunyoga keltiradi, ammo kampirning o'g'li xonaga kirib keladi, chunki unga ham qizil sharik tushgan va u ham ovchilardan biriga aylangandi. Ammo kampir o'z o'g'lini soch ushlagichi bilan yarador qiladi va qiz va chaqaloq hayotini saqlab qoladi. Shu tariqa bu o'yin yakuniga yetib ko'plab o'yinchilar vafot etishadi. 149-raqamli kampir Son Gi-Xunga 222-raqamli o'yinchi va chaqalog'iga yordam berishni aytadi. Ertasi ular ertalab uyg'onganlarida kampir farzandi o'limi va o'yindagi katta stress tufayli o'zini osib qo'ygani ma'lum bo'ladi. Bechora kampir har doim o'yinni tugashini va uyga qaytishlarini xohlagandi. Afsuski, barchasi u o'ylaganchalik bo'lib chiqmadi. 3-qism Sen aybdor emassan deb nomlandi va yangi o'yin xonasiga o'yinchilar kirib kelishdi. Unda 2 ta qo'g'irchoq katta arqonni aylantirib, o'yinchilar markazdagi ko'prikdan o'tishlari kerak edi. Ko'prik juda baland joylashgan bo'lib, arqonda kim sakrashda xato qilsa, pastga qulab halok bo'lardi. Natijada ko'plab o'yinchilar pastga qulab halok bo'lishdi. Va ming afsuski, oyog'i lat yegan 222-raqamli o'yinchi Kim Jun He Son Gi-Xunga farzandini asrashini aytadi. Son Gi-Xun unga va'da beradi. Natijada Kim Jun He o'zini pastga tashlab halok bo'ladi. Seriya davomida e'tibor bergan bo'lsangiz, bu gal asosiy rolda Son Gi-Xun unchalik ham ishtirok etmadi. U do'stini o'lim sabab chuqur tushkunlikka tushib qolgandi. Bundan tashqari VIP zodagonlar bu gal ko'p ko'rsatildi va ular o'yinlarni ko'rishda davom etishdi. Shaxsan men ushbu seriyani chiqqan kuniyoq 6 soat mobaynida tinmay ko'rdim. Seriya davomida politsiyachi va uni do'sti va jamoasi orolni izlashadi, ammo kema kapitani ularni yo'lidan ozdirishga harakat qiladi. Shunday bo'lsa-da, politsiyachi kema kapitanini o'ldiradi va yo'lda yaralangan yaxtadagi rassomni ko'radi va orolni qayerda ekanligini bilib oladi. O'yinchilar esa yana ovoz berishda ishtirok etishadi va ular yana o'yinni tanlashadi. 222-raqamli qiz halok bo'lgan bo'lsa-da, uni nomidan chaqalog'i o'yinni davom ettiradi va Son Gi-Xun unga g'amxo'rlik qilishda davom etadi.
va nihoyat o'yinchilarga so'nggi o'yin oldidan ajoyib ziyofat uyushtirib berishadi va stolda osh, tamaki, somsa, qazi kabi nozli ne'matlarni ko'rishimiz mumkin. Frontmen Gixunni yoniga chaqirib unga pichoq beradi va qolgan o'yinchilarni uyqu paytlarida o'ldirishini va u g'olib bo'lishini aytadi. Keyingi sahnada ko'rdikki, Frontmen ham oldin o'yinlarda ishtirok etgan va o'yinchilarni pichoq bilan o'ldirib, g'olib bo'lgani va boshlovchi bo'lgani ma'lum bo'ldi. Ammo Gixun bu yo'lni tanlamaydi va hech kimni o'ldirmasdan adolatni saqlab qoladi. Natijada so'nggi o'yin osmon ostidagi kalmar o'yini deb nomlanadi. Bu o'yinda Gixun Inxonning qolgan o'yinchilarini o'ldirish taklifini qabul qilish qarori bilan kurashadi. Lekin oxir-oqibat Kang Saybyok ko'rinishi unga qotil emasligini eslatgandan keyin rad etadi. Shu bilan birga Inxo o'qli namning ta'siri ostida 2015-yilgi o'yinlarda boshqa o'yinchilarni qanday o'ldirganini eslab, o'zining qorong'u o'tmishini eslaydi. Ertasi kuni Gixun chaqaloq Myungi, Minsu, Chongday va boshqa 4 ta o'yinchi final o'yiniga o'tadi. Ayni paytda Noeul orolga qaytadi. Niqobli ofitserga qurol bilan duch keladi va uni Gyonsokning ishtiroki haqidagi barcha yozuvlarni o'chirishga majbur qiladi. Noeul niqobli ofitserni o'ldirishi va o'yinchilarning qolgan barcha qog'oz nusxalarini yo'q qilish bilan yakunlangan shiddatli jang bilan boshlanadi. Yakuniy o'yinda kalmar o'yinida o'yinchilardan 3 ta minora va 3 ta raund bo'ylab kamida 3 ta raqibni itarishlarini talab qiladi. Minsu o'yin oldidan Thanosning marjonidan so'nggi tabletkani olganidan so'ng u chekinishga kiradi va Semi haqida tasavvurga ega bo'ladi. Esingizda bo'lsa, aynan Semi Minsu sababli halok bo'lgandi. U bilan qo'l berib ko'rishga cho'zilganda Myungi uni kumush truba bilan platformadan itarib yuboradi va u yiqilib o'ladi. Myungi keyinchalik 336-o'yinchini o'ldiradi va u chaqaloqning biologik otasi ekanligini ma'lum qiladi. Endi esa finalda faqat Gixun, chaqaloq va Myungi qoladi. Orol tashqarisida Junho Kyon Siyokni muvaffaqiyatli qutqaradi va uni qo'lga olish uchun yuborilgan qo'riqchilarni enasinikiga tiqadi. Va nihoyat eng ta'sirli qism bo'lgan 6-qism boshlanadi va u biz insonmiz deb nomlanadi. Unda so'ng Gixun Myungi bilan jang qilib, Myungi bu jangda halok bo'ladi. Gixun esa chuqur o'ylangan holda biz ot emasmiz, biz insonlarmiz deb minoradan o'zini tashlab yuboradi va chaqaloqning hayotini saqlab qoladi. Buni ko'rgan VIP zodagonlar ham Frontmen ham hayratda qolishadi va balkim ular nihoyat qalban achinish hissini his qilgan bo'lishlari mumkin. Bu bilan Gixun hayotda pul ustun emasligini, insoniylik birinchi o'rinda ekanligini ko'rsatib qo'yadi. Bu paytda politsiyachi ham kelib akasini ko'rmoqchi bo'ladi. Natijada Frontmen chaqaloqni olib ketadi. Ukasi esa baqirganicha qolib ketadi. Orolda trevoga e'lon qilinib, yarim soat ichida barcha oroldan chiqib ketishi e'lon qilinadi, chunki orolda bombalar o'rnatilgandi. Shu tariqa barcha o'yinlar yakuniga yetadi va oroldagi barcha binolar yo'q qilinadi. Oradan 6 oy o'tib Shimoliy Koreyalik qiz rassomni ko'rgani keladi va uni tuzalib qolgan qiziga chupa-chups berib ketadi. O'zi esa Xitoyga yo'qolgan qizini topishga ketadi. Bu vaqtda so'ng Gixunning xonasidan kimdir barcha pullarni olib ketadi. Final o'yinidan so'ng Frontmen ya'ni Hwan Inxo bolaning g'olib ekanligini e'lon qiladi va uni Junhoning uyiga oldiga tashlab ketadi va unga karta ham berib ketgan bo'ladi. Karta orqali hisobda 45 milliard won, ya'ni jami 33 million dollar borligi tasdiqlanadi. Keyingi sahnada AQShning Los Anjeles shahrini ko'rishimiz mumkin. Unda Frontmen Gixunning qiziga uning kiyimini va oldin o'yinda yutgan pullarini karta holida sovg'a sifatida berib ketadi. Va ko'chada ketayotganda Frontmen Kate Blanchett ishtirokidagi agentni ko'chadagi bo'mish bilan o'yin o'ynayotganini ko'rishimiz mumkin. Frontmen va ayol bir-birlariga uzoq qarab qolishadi. Bu degani o'yinlar Koreyada tugagan bo'lsa-da, ammo Amerikada davom etishni boshlagan. Shu bilan kalmar o'yini 3-sezon ham yakuniga yetadi. Xulosa qiladigan bo'lsak, bu fasl emotsiyalarga boy bo'ldi. Afsuski ko'plab yaxshi insonlar, kampir, trans qiz, 222-raqamli qiz va boshqalar halok bo'lishdi. Qahramon Su Gixun esa o'z hayotini chaqaloq uchun qurbon qildi va o'yin tashkilotchilariga puldan ham muhim narsalar bor ekanligini ko'rsatib qo'ydi. Albatta serial qisman yaxshilik bilan tugadi. Rassom qizini yoniga qaytdi, uni qizi tuzaldi. Shimoliy koreyalik qiz esa o'z qizini topishga Xitoyga ketdi. Balki u Xitoyda o'z qizini topishi ham mumkin. Frontmen esa so'ng Gixunning qahramonligidan ta'sirlandi va yaxshilik qilishni boshladi. Endi Frontmen yaxshi tarafga o'tadi, ammo bu voqealarning kelajagi endi noma'lum. Ko'pchilikda savol tug'ilishi mumkin. 4-sezon chiqadimi yoki yo'q? Afsuski 4-sezon endi chiqmaydi. Ya'ni bu Koreyaga tegishli bo'lmaydi va bu proyekt boshqa nom ostida keyinchalik yana davom ettirilishi mumkin. Muhimi keyingi voqealarga eshik ochiq qoldirildi.
Mana azizlar, bugungi tahlil videomiz ham shulardan iborat edi. Agar bugungi videomiz yoqqan bo'lsa, videoga bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Bu bilan siz kanal rivojiga katta hissa qo'shgan bo'lasiz. Bu sezonda sizni nima aynan ta'sirlantirdi? Keyingi sezon chiqishini xohlaysizmi? Albatta shu haqidagi fikrlaringiz yoki savollaringiz bo'lsa, albatta kommentariyada yozib qoldiring. Sizlar bilan Sardor bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha azizlar.